Liboy odamni qalbidan jo'yagan mashina. Yana-chi o'rtoqlar, ketaverasiz yo'lda, mabodo bironta inomarka sizni ko'rib qolsa, bu qanaqa mashina minishni biladi deydigan mashina ko'rib turibsizlar. O'zini urinni daji hozir ham tushirib kelmagan. Bu mashinani mingan odam o'rtoqlar 5 yildan keyin boshqa inomarka minsa ham uyini tayda xuddi shunaqa mashina turadi. Sababi buni mazasi boshqacha. O'rtoqlar, detalga bitta e'tibor beramiz. Tirs. O'zi menimcha shunga bo'lgan qalin uzib sistemasi ham. Oynasiga bitta e'tibor beramiz o'rtoqlar. Oyna ikkitalik, vakuumli bo'ladi o'rtasida o'rtoqlar. Menimcha tovush ham kirmasa kerak. Qaranglar o'rtoqlar, eng maza qilgan tomoni, oppa, qaranglar. Bitta qiziqsalar ham bo'ldi. Mashalloh, e'tibor berasizlarmi? Yana o'z tortoqlar. Bular hammasi vakuum bilan ishlaydi. Aka bitta zadniga urib yuboring. E'tibor beringlar. Hali ham daji shu narsalari ishlaydi. Mashalloh, ikki tomonida bo'ladi. Zadnidan chiqaring. O'rtoqlar, bu mashinani mingan odam o'zini boshqacha his qilsa kerak. Diskalarga e'tibor beringlar o'rtoqlar. Bu xudo xolasa bu mashinani olib qolganmiz. Inshaalloh uni tortadigan vakuum ishlamay qolgan. Lukida ozgina kamchiligi bor ekan. Elektrooborodowaniyasida pechkalarda salgina muammosi bor. Xudo xolasa egalariga cho'tki qilib topshiramiz. O'rtoqlar, shunaqa Mercedeslar bo'lsa, qanaqadir muammosi bo'lsa, to'g'ri tanlov bering, o'rtoqlar. Diagnostika xizmati ham o'zimizda mavjud.